hayotda 3 ta narsani egasi bo'lmaydi hech qachon. Mana shu narsa, mana shu gapimni sizdan chiqarmang birodar. Bu qanaqa narsalar edi? Birinchisi mol dunyoni egasi bo'lmaydi. Bugun sizdan bor mol dunyo ertasiga boshqasiga o'tadi, indiniga boshqasiga o'tadi. Agar mol dunyo boshqasiga o'tmaydigan bo'lsa, siz o'tib ketasiz bu dunyodan birodar. Baribir o'zingizga nasib bo'lmaydi. Kimni ko'rdingiz hayotida tillodan bo'lgan kreslolarga qo'shib ko'milganini? Kimni ko'rdingiz falon million dollar turadigan mashinasiga qo'shib ko'milganini? Kimni ko'rdingiz qasr qurib ichiga ko'milganini birodar? Hali guvohi bo'lmadingiz, bundan keyin ham guvohi bo'lmaysiz. Nimaga? Chunki bu islomning shariatning qonun qoidasi bor birodar. Odamzod qanaqa holatda kelgan bo'lsa, mana shunday holatda ketadi. Kelgan vaqtimizda ustimizda hatto mato yo'q edi. Nimaga? Chunki yosh bolalarda uyat bo'lmaydi birodar. Endi ketar paytimizda uyat bo'lar deb ustimizga bir parcha eng arzon matodan qo'shib ko'mvoradi birodar. Birinchisi ketdi endi, ikkinchisi nimani egasi yo'q birodar. Ikkinchisi o'tirgan kursimiz egasi yo'q. Mana bugun biz mana ustoz bilan, domla bilan kelib mana bu yerda o'tirdikmi? Yarim soat o'tirarmiz, 40 minut o'tirarmiz, ana boring 1 soat o'tiramiz. Biz bu yerdan chiqib ketamiz birodar, duoni qilib. Siz ham bu yerdan chiqib ketasiz. Kim kafolat beradi? Ertaga ham xuddi mana shu yerda kelib o'tiraman deb. O'shaning uchun kursini joyi egasi bo'lmaydi. Har qanaqa kursi bo'lsin. Bugun meni tanishim falon joyda ishlaydi, men o'zim falon joyda ishlayman deb o'zgarib qoladigan insonlar. Bir kun kelib o'sha kursini ham bo'shatib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Agar siz bo'shatmaydigan bo'lsangiz, kursi sizni bo'shatib qo'yadi birodar. Ikkinchi narsa ham ketdi, egasi yo'q narsalar. Uchinchisi nima edi? Uchinchisi tobutda egasi yo'q birodar. Egasi bo'lmaydi yani. Kimni ko'rdingiz? Xususiy tobuti bor ekan. Hatto tobutni olib kelib uyga qo'yib qo'yishga qo'rqadi odamlar. Ha desa, ya uyda tobut tursa, o'sha xonadondan o'lik ko'p chiqar ekan deydi. Hatto qo'rqamiz birodar. Oddiy yog'och narsadan. Oddiy yog'ochdan yasalgan, lekin biz ko'rganimizda badanimizni titratadi birodar. Shuning uchun iymoni islomda ibodat qilib, payg'ambar alayhissalatu vassalomning ko'rsatmalariga amal qilib yashashligimiz kerak.